Assalomu alaykum aziz obunachilar, yurtdoshlar, sog' salomat yuribmisizlar. Mana obyektimizda lestnitsa ishi ketib turibdi. Bugungi chislamiz 1-mart 2026-yil. Hozir lestnitsa haqida batafsil aytib o'tamiz. Lestnitsamiz 16 stupenka bilan chiqdi. Har bir stupenkani balandligi 18 santimetrdan oldu. Past stupenkanın o'zi 29 bo'ldi. Ayak basadigan joyi. Past stupenlar MDF bilan ishlandi. Attorlar ham MDF bilan yapıldı. Teylarni ham MDF bilan yaptık. Bu yoqda kladovka bo'ladi, o'rni eshik yasab beramiz. Şimdi bez palashatka bo'lib chiqdi bu. Palashatkani o'rnida burilish atib berdik. 3 tane stupenka tushirib. Zinamiz sifatida gap yo'q. Stupenkalar kilaylangan, samarezlangan, mahkam emas, jiqirlab o'ynab qoladigan emas. Rolarni qo'yib boshladi perillalar. Perillalar ham mana o'zimiz yasadik, mana qo'lgirada yerlari, balyasinalar hammasi o'rnatib boshladi, xudo xolasa. Mana shunday lestnitsa oldi, xudo xolasa. Kimdagi mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bizda lestnitsa, pol, patolog, telefon xizmatlari bor. Murojaat qilaverasizlar, nomerlarga yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.